Ha, trendga chiqib ulgurgan aynan o'sha video. 3-4 kun avval Sevimli telekanalida ko'rsatuvlardan birida Valijon Shamsiy va Zuhra Soliyeva o'rtasidagi janjal uyushtirilgan bo'lib chiqdi. Aynan ushbu holat yuzasidan har ikkala san'atkor ham shunchaki reja asosida rol ijro etilayotganligi to'g'risida xabar berib, ommani yolg'on ma'lumot tarqatmaslikka chorladi. Siz gapirsin, bu hammasi anaqa postanovka-ku. Postanovka bu. Endi ko'rsatuv chiqsa biladi hamma keyin. Bizga bitta vazifa topshirdi. Bo'lib ham o'sha ustozim Mirzabek Xolmedov qo'ygan kun edi. Men qanaqa yetishtirmadimda shu odam bilan janjal qilib keting deydi. Bo'pti dedim. Lekin qoyil qoldim bularni aktrisalik mahoratiga. Bular ishonarli o'ynadi. Hatto yuzimda suv sepasizam, qo'l bo'ladi ustingizda, yo'lni qilasizam, og'zini suv olib, shunaqa pullar kadr tomonga pullar. Menga tushganimizda bir ikki tomon tushib qolasiz. Voy, ustoz. Sahna harakatiga, obrazga, mahoratga, shuning uchun so'kmaylar, Valijon akamni ham, meni ham. Ha do'stlar, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda shunga o'xshash yolg'on ma'lumotlar to'lib yotibdi. Muhimi uni yolg'on yoki rost ekanligini ajratib olishda albatta rasmiy manbalarga tayanmog'imiz lozim nazarimda.